beraman qanday bo'lishini. Replace'da qanday ishlaymiz. Satrning biror qismini almashtirish bo'ladigan bo'lsa, buni birinchi navbatda bu yoqda main ichida ko'rsatib beraman hozir qanday ishlanishini. Masalan, bitta string bor. str degan nomdagi string bor. Buni ichida masalan C++, virgul Java, virgul C#, virgul Python bunaqa stringlarni yozib qo'yamiz. Endi qaranglar, mana bu C++ degan joyini olib tashlaymizda, bu joyga boshqa satr qo'shib qo'yamiz, masalan C# ni qo'shib qo'yamiz. Ya'ni mana shu C++ bilan C# ni almashtirib qo'yamiz. Buning uchun replace funksiyasidan foydalanamiz. Shunda satrning biror qismini almashtirgan bo'lamiz-ku, to'g'rimi? Xo'p, replace funksiyasini chaqirish uchun nimadan foydalanamiz? Qanday chaqiramiz uni? Hozir mana bu str nomli satrning nomini yozamizda, nuqta qo'yib chaqiramiz. Replace yozamiz. Replace yozamizda, replace'da endi mana bunaqa bo'ladi. 3 ta parametr qabul qiladi replace. Birinchi olib tashlaydi. Qaysi joyini olib tashlashini yozamiz. Mana shu indeksdan boshlab mana shuncha olib tasha. O'sha danta degan narsa bor-ku, mana shu indeksdan boshlab nechta olib tashashini aytamiz. Keyin o'sha olib tashalgan joyga qaysi stringni solamiz, o'shani yozamiz. 3 ta parametr qabul qiladi replace. Masalan, hozir mana C++ degan joyini olib tashlamoqchi bo'lsak, keldi C++ emas, Java ni olib tashlaylik. 0-indeksdan deymizda shunda. Indekslarni yozdim. Mana shu Java degan joyini olib tashlamoqchi bo'lsak, danta degan narsani yozishimiz kerak. Qaysi indeksdan boshlab nechta? 5-indeksdan boshlab 4 ta olib tashladimiz. Olib tashalgan joyga nimani solamiz? C# degan so'zni solib qo'yishimiz kerak. Demak, virgul qo'yamizda 3-parametrga C# yozib qo'yamiz. Shunda bu mana bunaqa ma'noni bildiradi. str.replace str ni ichidan almashtirmoqchimiz. Bu degani mana bu narsa. Boshida 5-indeksdan boshlab 4 ta olib tashlaymiz. Shunda mana bu Java ni olib tashlaydi. Olib tashalgan joyga mana bu C# ni qo'shib qo'ydik. Shunda Java ni olib tashlab turib, o'rniga C# ni shunda qo'shib qo'yadi. Ya'ni Java bilan C# ni almashtirdimi hozir? Satrning biror qismini almashtiryaptimi? Shunaqa. Qaysidir indeksini shunaqa holatda bersak bo'ladi mana. Xohlagancha. Tushundinglarmi? Qanaqa ishlayotganligi? Qaysi indeksda turishini, o'sha indeksini topib olib ishlayveramiz. Indeksini topadigan yana bitta funksiya ham bor orqali uni ham ko'rsataman. Bu qaranglar, boshqatdan ko'rsataman. Mana bunaqa mana. Hozir scout qilib str ni ekranga chiqaramiz. Str endline. Replace funksiyasining vazifasi o'zi satrning biror qismini almashtirish. Bu joyda replace'da mana bunaqa narsa bo'lyapti hozir. Biz mana bu Java ni olib tashlab, Java ni o'rniga C# solib qo'ymoqchimiz. Java bilan C# ni almashtirmoqchimiz xullas. str ni ichidagi mana bu Java degan so'zni o'rniga C# ni solmoqchimiz. Tushundingizmi? Endi shu narsada boshida mana shu Java ni olib tashlash kerak-ku, keyin C# ni qo'shish kerak. Shu narsa replace'da bitta jamlanganda, boya birinchi Java ni, masalan, boya mana bu tepadagi funksiyada qaranglar. Birinchi get degan joyini o'chirib tashlab, keyin doc'ni insert qildik-ku. Shu narsa ikkitasi bittada-da bunda. Mana bu joyda. Replace'da. Birinchi mana bu 5-indeksdan boshlab 4 ta olib tashlaydi. Mana bu Java 5-indeksdan boshlab 4 ta joyda turibdi-ku. O'shani olib tashlaydi-da, olib tashalgan joyga C# ni solib qo'yadi keyin. Bittada. Bittada bo'ladi. Nechta parametr qabul qilishini esa qolinglar, replace. Replace 3 ta parametr qabul qiladi. Ikkita string bo'lsa, uni alohida qilish kerak pastda.